С другой stороны, misol uchun kimnidir mehnati, kimnidir ketib turgan vaqti deyiladi-yu, misol uchun. Blogerlar tilida unaqa, bunaqa. Men bloger emasman. Чисто o'zim radioda ishlayman-da, misol uchun. Bir tomondan olganda foydali tomoni, tabiat tomoni fizaryatki. Uyda telefon chiqalayotganda chiqyapsiz, qadamingizga pul, qilgan mehnatingizga pul. Qancha arzimasa ham. Arziydigan tomoni ham bor. Misol uchun arziydigan tomoni qaysi? Kecha mana misol uchun ikkita zakasni o'zida 50 ming so'm tataq kassa qilindi. Ya'ni xalqimiz qanday desam bo'ladi, insonparvar xalq. Misol uchun bir-birimizga addushi-dushimni paddishga qilamiz. Bir xil xonadonlarga boramiz. Короче, sdachi kerakmas deydi. Sizga choy chaqa deydi. Bir xil xonadonlarda sharoit ko'tarmagan uchun aka rahmat, sog' bo'ling deb duo qilib qo'yishadi. U ham katta ne'mat. Olib qarasalar. Duoda ham gap ko'p. Aqilib, baqilib xalq xizmatida yuribmiz. Endi xalqlar do'stlik saroyida biz yo sport sohasida biz yo bir biznes sohasida biz shu oddiy qornimizga yeyiladigan ovqatni bir restorandan olib borib, klientning uyiga mushkulini oson qilish uchun olib borib beriladi. O'shanga yarasha pul olinadi. Bir xil nimalar, akaxonlar yo opaxonlar sovda qiynalib ishlayapsa ekan, mana sizga chin ko'ngildan choy chaqa deb berishadi. Shunaqa. Xo'p, aytganimdek kanalda описаниесida karta raqam qoldiriladi. Kim qancha imkoniyati bo'lsa nima qilinsin, kanalimiz dalshi razviyatsiya qilib ketilaveradi.